Assalomu alaykum aziz birodarlar. Alloh kuninglar xayrli va barakotli qilsin. Bugun sizlarga biz Avatar 12 mashinasini tanishtirishga harakat qilaman. Bu mashina Chang'an, Huawei va Catel kompaniyalari o'zaro birlashgan holatda yaratilgan mashina hisoblanadi. Hop, bu mashina Master eng nimasi full versiyasi hisoblanadi. Oldi orqa tortadigan 2 motorlik elektr motor. Asosiy xarakteristikasini aytib o'tamiz. 705 km CTL bo'yicha yuradi. VLTP bo'yicha 500 km. Hop, batareyasi 95 talik Catel firmasiga joylashtirilgan. Hop, jami bo'lib 402 kW. Hozir oldida 222 kWlik motor. Uzr adashdim. 165 ekan, 237 orqa. U ot kuchiga oldida 224 ot kuchiga ega, orqadagi motor 332 ot kuchiga ega. Ikkita elektr motor. Hop, ikkovini qo'shsa 546 bo'ladi. Jami bo'lib 546 ot kuchiga ega mashina hisoblanadi. Mashinaning ko'rinishi, baloni 21, 165 ga 40lik balonlar qo'yilgan. 12 mana orqasidan boshlab ko'rsataman sizlarga. Hop. Orqa bagaji elektr privat. Shu salonga ulanmagan. Shu yopkizilsa salon ochiladi. Va tepasi yopiq holatda bo'ladi. Bu blokirovkani yechish uchun zaryadga mahalda bu 12 voltga 150 watt beradigan перекрыватель. Mana elektr privat. Hop, Masterda asosiy funksiyasi to'rov eshik elektr bo'ladi. Ya'ni plisoskasi bor. Har bittasida mana shundan bilib olsangiz bo'ladi. Demak, 12 Avatar 12larda orqa tomondagi eshiklar agar elektr bo'lsa, elektr privat bo'lsa, demak bu Master eng oxirgi full versiyasi hisoblanadi. Mana plisos tortda romkasiz bo'ladi. Hop, orqadan boshlaymiz. Eshiklarni ko'ryapsiz, oynasini tushirib chiqaradigan knopkalar va eshikni yopish. Endi bunisi bo'lakcha qilingan. Mana ochilar ekan. Mana shu yerda tugmachasi bor. Bu alohida tortgich, mexanический avariyniy eshikni ochish. Kolonkalar, mana meridian. Orqaga o'tiramiz. Orqani mana ko'rasizlar. Orqada juda kenglik bor. Bismillah. Eshikni bekitamiz. Hop. O'tirganingizda bu tomonda, men tomondagi massaji bor, podogref bor, ventilyatsiya bor. Massaj turlari 3 xil turga bo'linar ekan. Bu tomon, o'ng tomon, chap tomon. Demak, ikki tomonda shu regirovkalari bor. Xohlasangiz yopib qo'yasiz. Yopib turib, buni yig'ishtirib joyiga qo'yib qo'yamiz. Juda go'zal. Hop, 3 kishi bemalol o'tiradi. Agar 2 kishi bo'lsa yoki yolg'iz bo'lsa, shuni tushirib olib turib, shuni yoqish mumkin. 3 kishida ham agar buni yoqmoqchi bo'lsa, oldidan yoqsa bo'lsa kerak. Allohu alam. Bu tomondagi eshik ham xuddi shu. Mana bu katta monitor. Bu ekrandan ochiladi. Bu tarafdan knopkalari yo'q, kolonkalari bor, mikrofon. Bu kitob o'qib yoki salonni yoritgichi ekan. Hop, bu tomonda ham o'sha. Demak, orqa salonni ko'rsatib o'tdim. Buni ochib qo'yamiz. Bu yerda Type-C zaryadchiga bor ekan. Hop, bu tomonda deflektor. Ular bo'lakcha qilingan. Ochib qo'yamiz. Endi oldi tomoniga o'tamiz. Oldi tomonida ko'rinish. Buni ko'rib qo'yamiz. Endi oldi eshikka o'tib, hop, ochamiz eshikni. Ba'zida shunaqasi bo'lib turar ekan. Balki yaxshi bosmagandirman. Mana chiqib oldik. Chiqib turib, men yetarsiz ham bo'ladi. Xohlasangiz shuni bunday bosib qo'yasiz. O'zi yopiladi.
joylashdi. Hop. Asosiysi mana shundan farqlanib turadi. Bu lidari, kamera. Hop, 6 ta kamera bo'lsa 1 2 3. O'ng tomon, chap tomon 6 ta kamera, oldida 1 2 3 ta. Orqada ham 3 ta, 6 ta. Jam bo'lib 24 ta kamera joylashgan. Bu lidar. Hozir ichkariga kirganda uni versiyasini ko'rsataman. Aqlli intellektlar joylashtirilgan. Oldi eshigi ham xuddi shu, deflektor tepaga. Buni ham shunaqa joyi bor. Bu mexanический bu tomonda ekan. Narsalar qo'yilsa bo'ladi. Endi baklashga sig'mas ekan, ochig'i. Hop. Sidenani regirovkalari. Bu atamankasi bor. Atamanka ikki tomonda ham bor ekan. Bunisi ishib nima qiladi? Ortopediskiy podushka deymiz, bolishcha. Bu buniki. Bu oldiga, orqaga, bu atamanka. Bu ko'tarsa ham bo'ladi, mana. Ko'tarib, tushirsa ham bo'ladi. Hop, endi o'tiramiz. Bismillah. Hammanglarga nasib qilsin. Endi tormozni bosganda eshik o'ziga yopishi kerak. Haydovchi tomonidan ana yopildi. Joyiga tushdi. Hop, rul sidena xotirasi sidenaga o'tdi. Ana endi ko'ramiz kolonka. Kazirokni ko'ramiz, kazirok. Bu kamera, salonni ichini olib ketadigan kamera. Avarinka so'z yonish. Mana bu yerda chiroqlari bor ekan, atrofda chiroqlari bor. Bunda ham o'sha. Xo'p. Endi rul qismiga kelsak, rul boshqa mashinalarga nisbatan boshqacharoq qilingan. Hop. Tesla sifat qilib, buni yerga regirovka moslashtirish mumkin. Multimedia bu tomonga, cruise controller bu tomonga o'rnatsa bo'ladi. Bu richayda bular bor. Cruise control emas, bu adashmasam auto 1, auto 2. Bu faralarga dvornik и дальний ближний. Yuzni fiksatsiya qiladigan, uxlab qolsa nima qilib turadi? Uyg'otib turadi yoki holatini kuzatib yuradi. Oldidagi bu bokovoyni ko'rsatadi. Qishda misol terlamaydi. Xullas, yomg'ir, qorlarda rosa yaxshi narsa bu. Juda tiniq ko'rsatadi. O'ng tomoni ham bor, mana bu tomonda o'ng tomon bokovoy va chap tomon bokovoyni ichkarida ko'rsatadi. Monitor uzunasiga monitor, soat, kalendar, yurish holati, to'rtta ballonni atmosfera bosimi, multimedia, bu yerda mashinani gradusi, tashqaridagi havo, soat, parkovkada turibdi yurishi, mana qancha qolgan hammasini ko'rsatadi. Ready, yurishga tayyor, kamar, parkovka, xullas axborot monitori shu yergacha. Bundan buyon multimedia holat. Bu monitor chiroyli joylashtirilgan. Monitor ham chap tomonda funksiyalarni berib qo'ygan, mana ingliz tilida. Bemalol nima qilamiz? Ruscha ham shart emas, o'zi asli. Mana bu kontrol eshik, oynalar va bokovoylar hammasi joyida. Ichki salonda chiroqlari, elektr energiyani ta'minlash sistemasi qancha bor, nima bor. Yurish holati, mana ekoda, komfort, sport, bu o'zingiz moslab olasiz. Bu ham yengil, o'rta, standart, hammasi avto holding. Bu drive yurishdagi assistent, yordamchi, avtopilot. Bu displey, o'zingiz moslaysiz o'zingizga va ovozlar, mana kolonkalar ichkarida kolonka meridian qo'yilgan. Mana moslab olasiz. Bu assistent. Bu assistent yordamchi sistema, harmoniy deydi. Harmoniy osti qo'yilgan sistema ishlaydi. Bu juda kuchli. Huawei'dan, ya'ni avatarga nima qilingan. Huawei'da nima sistema, xullas bizning telefonlar elektron, ya'ni raqamli sistemani dasturi, juda kuchli dastur o'rnatilgan. Hop, bu yerda klassический holat.
Parkovka 360 mana 360 turibdi. Bu hamma holatini ko'rsatadi. Oynani tushirish, chiqarish, bu klassический holat. Mana bu oldi tomon bu oynaniki, o'ng tomonniki, bu chap tomonniki, bu parkovka. Demak, 6 ta tugmacha shunday joylashtirgan. Endi konditsioneri shu yerda joylashtirilgan. Konditsioner mana joyida hammasini qilib qo'ygan. Hozir mana bu защитный plyonka bor. Shuning uchun shunaqa ko'rinyapti. Bunda ham защитный plyonka bor. Xo'p, bunisiga kelsak, bu yerda deflektor. Mana bu yerda ikkita telefon qo'ysangiz, mabodo mana qo'ysangiz, bu pastga tushadi. Og'irligini his qilib, hozir his qilmayapti shekilli. Hozir qo'limizni qo'yib tursak, mana telefonni qo'yganda og'irlikni his qilib tushadi. Mana bu yerda ventilyatsiyasi bor mana. 1 2 ikkita telefonni ham zaryadga qiladi, ham sovutadi mana shu yerda. Hop, bu stakanchik qo'yilgan joylar. Bu bardachog'imizda shu kitobchasi bor ekan. Chiroyli qilib qilingan kitobchasi ham magnitli dit bilan qilingan. Hop, orqa oynasi ham kamerali. Mana noodatiy qilingan kamerali. Juda go'zal qilib qilingan. Endi monitorini men ko'ramiz hozir. Hop, monitorni mana tepadan tushirganda ochib yopish hammasi shu yerda joylashtirilgan. Adashmasak shu yerda chiqishi kerak. Yo'q, chiqmasa. Endi bo'lishi kerak. Qani? Mana monitor. İşte hozir uni ham ko'rsatib. Demak, bu tomonda tugmacha. Bunday ko'rinayotgan bo'lsa, shu narsalar bor ekan monitorida. Yana bunda boshqarilib, funksiyasini shu yerdan boshqarasiz ekan. Hop, demak, Avatar 12 mana yana bekildi. Monitori joylashdi. Hop, Avatar 12 shundan iborat bo'ldi. Boricha Alloh qodir qilgancha aytib o'tishga harakat qildim. Demak, bu mashina 705 kilometr yuradigan mashina. CTLC bo'yicha, VLTP bo'yicha, ya'ni qishki kunida pechka bilan bo'lsa, mana ular pechkaga solib, ya'ni qishki kuniga qo'yadigan bo'lsak, unda 500 euro oladi. 500-200 chiqarib yuborsak. Hop, undan keyin batareyka 95 kilovatlik tagida joylashgan, poltayda. Katel firmasiniki.